Kambag'allik aybmi? Kambag'allik aybmi? Ha, hozirgi tushunchada, hozirgi bu taraqqiy topgan g'arbda bergan tushunchasida kambag'almi? Demak, hech kim emas bu. Hozirgi kunda puli bo'lsa-da, shu odam aqlli, puli bo'lsa-da, bu odam peshqadam bo'lishi kerak. Birodarlar, shu o'lchovlarimizni tuzataylik. Kambag'al degani ahmoq degani emas, yo aqli kalta degani emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'al edi. Alloh taolo kambag'alligini eslatdi payg'ambarimizga. Rasululloh yetim edi, faqir edi. Endi kishi faqir bo'lib turib, xulqi chiroyli bo'lsa, bu go'zallik ustiga go'zallik bo'ladi. Ham kambag'al, ham axloqi zo'r. Qaysi ma'noda? Iffatli bo'lsa, boy badavlatlarda oldida yaltoqlanmasa, ulardan biror narsa undirish umidida bo'lib, o'zini izzat nafsi g'ururdan ketmasa, kishi ham kambag'al bo'lib turib, axloqi chiroyli bo'lib, izzat nafsi bilan turgan bo'lsa, nur ustiga nur.